Bu video sizni aniq yoshligingizga qaytaradi. Ha, to'g'ri topdingiz. Men afsonaviy Setora guruhining konsertiga bordim. Qizlar, shu shapka esingizdanmi? Setora guruhi kiygani uchun rassom moda bo'lganda, kiyganlar bormi yo'qmi? Xullas, ancha oldin naqd 50 ming so'mga bilet olib qo'ygandik va nihoyat konsert kuni keldi. Bizning joyimiz pastda desangiz adashasiz. Biz eng yuqoriga, taxtimizga chiqamiz. Doimgidek 7 dagi konsert yarim soat kech boshlandi, lekin shunga arzidi. Yoshligimizda mazza qilib eshitgan ashulalarimizni qaytadan zavq bilan qo'shilishib birga kuyladik. Men ham ashulani bilmayman desam, mendan keyingi pokoleniya umuman bilmas ekan. Bizdan kattalar esa boshidan oxirgacha baravar kuylashdi. Bu safar Setora guruhi to'liq emas. Sahnada faqatgina Feruza va Layloni ko'rdik. Kamila esa chiqmagan. Har maktabim qo'shig'ini Ravshan Sobirov o'rniga Ulug'bek Qodirov. Kechir sevgi qo'shig'ini esa Munisa Rizayeva maromiga yetkazib kuylashdi. Bir so'z bilan aytganda, konsert juda ham zo'r bo'ldi. Dekoratsiya, kostyumlar, raqslar, hammasi. Eng muhimi, hamma qo'shiqlarni butun zal birgalikda kuyladi. Bu konsertga borib, yoshligimizni eslab keldik. Xo'sh, siz Setora guruhining qo'shiqlarini tinglaganmisiz va qaysi birini yoddan bilasiz? Buni yozib qoldiring.